Assalomu alaykum hammaga. Yevrosiyo xalqaro savdo markazi kuzatuvchilari, obunachilari. Mana opamiz yutishgan ekan xolodilnik. Opa nechta do'kon oldi sir bo'lmasa? Ikkita do'kon. Ikkita do'kon, ikkita bilet berishganlar shunda. Mana bu ham bitta omadda, chunki 10 ta bilet olganlar ham bo'lgan opa. Sizga chiqdi, nasib. Tabriklaymiz mana, xudo xolasa. Xo'p, endi bizni o'zi birinchi qatdan ko'rib keluvdilaring, boshida do'kon olish qatdan tug'ilib qoladi fikr? Instagramdan reklamadan ko'rdik. Ko'rib, kelib oldik, ikkita do'kon xarid qilib oldik. O'zlaring ham tadbirkorsizlar? Ha, Qanaqa yo'nalishda siz bo'lmasa? Trikotaj. Ha, trikotaj, kiyim-kechak nimaga? Ha, juda ham yaxshi. Xudo xolasa bu yerda ham o'zlaring savdo qilar ekansizlar bo'lmasa? Inshaalloh qilamiz, xudo xolasa. Yaqinlarga ham tavsiya berasizmi xarid qilishni? Albatta, hammaga tavsiya beraman. Yevrosiyo Xalqaro savdo markazi. Xalqaro savdo markazidan do'kon kelib olib xarid qilinglar. Chiroyli mana shunaqa sovg'alarni yutib olinglar. Bu hali hammasi emas, opa. Xudo xolasa yana bittadan o'ynaymiz, yana 1-2 oydan keyin yana oxiri eng katta sovg'amiz xudo xolasa Divaydi. Nasib bo'lsa yutib olasizlar, unda ham o'ynaysizlar xudo xolasa.